Alaykum. Bugun 28-oktyabr. Mana mijozimiz mana bunaqa asal naborlardan olib ketdilar. Skitkada bu ham. Keyin yoqdimi sizga? Fotihaga olayotgan ekanlar mana. Qarab qolida olib ketyaptilar. Assalomu alaykum. Bugun 28-oktyabr. Mana bunaqa shiringina naborlarimizdan mijozlarimiz olib ketishyapti. Ikkita komplekt. Bu skitkada. Masalan, mana shu idish Yevropada $1,500 turadi, $2,000. Bizlarda juda ham arzon ekan. Bugun 28-oktyabr. Mana yangi skitkaga qo'yilgan mollarimiz keldi. Alaykum, hurmatli mijozlar. Mana bu qaranglar, chiroyligini yaltirab turishini. Bundan 2-3ta komplekt olishdi mijozlarimiz. Hozir ham olib ketishyapti. Dasturxoningizda shunaqa asal bo'lib yaltirab turadi. Kelib bemalol olib ketsalar bo'ladi skitkada bilan. Bugun 28-oktyabr. Mana mijozlarimiz kelib o'zlarining uylariga ishlatishga olib ketishyapti. Rahmat tanlov uchun kelib turinglar. Magazinimiz ochiq, bemalol kelib xarid qilib ketsalar bo'ladi. Kenajon sizga yoqdimi? Rahmat. Judayam chiroyli, yaxshi bunaqa narx. Lekin bozorlarni ham qidirib chiqdik, bunaqa narsa topa olmadik. Baraka topib qo'yishga olib qo'yamiz. Judayam chiroyli. Yaxshi kunlaringizga ishlatinglar. Yana kelib turing, xo'p? Mayli, sog' bo'ling.